Oddiy qilib aytganda, afterburner yoki rus tilida farslash bu reaktiv dvigatelning orqa qismida joylashgan qo'shimcha yonish tizimi. Uni asosan harbiy tovushdan tez uchuvchi samolyotlarda uchratamiz. Uning vazifasi samolyotga qo'shimcha kuch berish. Bu ayniqsa jangda yoki supersonik parvozda kerak bo'ladi. Endi keling, bu qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Reaktiv dvigatel havoni ichiga oladi va havo siqiladi, yoqilg'i bilan aralashtiriladi va keyin yonadi. Natijada issiq gazlar orqaga otiladi. Samolyot esa oldinga uchadi. Ammo dvigatel ichida yoqilg'i yongandan keyin ham gazlarda kislorod ortib qoladi. Muhandislar buni payqashgan va o'ylashgan. Bu ortiqcha kisloroddan yana foydalansak nima bo'ladi? Shu fikrdan afterburner g'oyasi tug'ilgan. Afterburner shunchaki turbina ortiga o'rnatilgan ikkinchi yonish kamerasi. U chiqayotgan issiq gazga yana yoqilg'i purkab, uni qayta yoqadi. Natijada gazlar kuchliroq kengayadi, chiqish tezligi oshadi va dvigatelning itaruvchi kuchi thrust bir necha barobar ortadi. Afterburner ishlaganda yoqilg'i sarfi 5 barobargacha oshishi mumkin. Shuning uchun uni doim yoqib uchish imkonsiz. Odatda faqat qisqa muddat davomida ishlatiladi. Bugungi kunda F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale yoki Sukhoi 57 kabi harbiy samolyotlar afterburnerdan foydalanadi. Hatto ilgari Concorde yo'lovchi samolyoti ham uchish va tovush tezligiga o'tishda afterburnerdan foydalangan. Xullas, afterburner bu steroiddagi dvigatel. U qisqa vaqt ichida hayratlanarli kuch beradi, lekin evaziga yoqilg'ini yutib yuboradi. Agar samolyot orqasidan uzun ko'k sariq alangani ko'rsangiz, bilingki bu oddiy olov emas. Bu afterburner ishlayotganidan darak.